3. Uyingizga kirar chog'ingizda uydagilaringizni tuyuqsiz cho'chitib qo'ymaslik yoki sizning go'yo ularni maravatgan maroqchidek bo'lib qolmasligingiz uchun kirishdan avval oldin shabi berib qo'ying. Ulug' sahoba Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning o'g'li Abu Ubayda Amir dadam uyga kirsa uydagilarning ko'nglini amintab qo'zish uchun o'zining kirganligidan shabi berib gap qiladi va yo'tilib qo'yadi degan. Imom Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh kishining o'z uyiga kirganda yo'tilib qo'yishi yoki ikki oyog'ini yerga urib qo'yishi mustahabdir degan. Imom Ahmadning o'g'li Abdullah dadam masjiddan uyga qaytsa uyga kirishdan burun kirdiganligidan shabi berib anglangudek darajada putini yerga urib qo'yadi. Gohida yo'tilib qo'yadi degan. Shunlashqa Buxoriy va Muslimda Jabir radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilingan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kishining safardan yoki boshqa bir ishdan qaytganida kechida uydagilarning qashig'iga go'yo payloqchidek yoki ayib izdig'ichidek tuyuqsiz kirishidan to'sdi. 4. Biror oila a'zoyingiz o'zining hujrasidagi chaqda siz uning qashig'iga kirmoqchi bo'lsangiz, uni o'zimi sizmi xohlamaydigan absiz holatda ko'rib salmaslik uchun kirishdan burun uningdan ijozat so'rang. Mayli u jufti halolingiz bo'lsin, mayli onangiz yo dadangiz yo qizingiz va yo o'g'lingizdek mahramingiz bo'lsin. İmam Malik al-Muvattada Ata ibn Yasardan mursal holatda mundaq rivoyat qilgan. Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan savol so'rab, "Onamning qashig'iga kirish uchun onamdan ijozat so'randiman" dedi Rasululloh. "Ha" dedi. Eliq kishi, "Men onam bilan bir uyda turaman" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Shundaqdimi onangdan ijozat so'ra" dedi. Eliq kishi, "Men onamning xizmatkoriman" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Shundaqdimi onangdan ijozat so'ra. Sen anangni yalang'och holda ko'rib qolishni xohlamsan" dedi. U kishi, "Yo'q" dedi Rasululloh. "Amsa onangdan ijozat so'ra" dedi. Bir odam Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning qashig'iga kelib, "Onamning qashig'iga kirish uchun ijozat so'rashim kerakmi?" dedi Abdullah. "Anangni har qanday holatida ko'rib qolishni xohlamaydigansan" dedi. Abdullah ibn Mas'udning ayoli Zaynab aytadi. Abdullah biror ishdan qaytib eshik oldiga kelganda qashimizga usib kirishni yoqtirmag'ach yo'tilib qo'yadi. Ibn Majadagi bir rivoyatda Abdullah kirganda ovozini chiqarib yo'tilib qo'yadi deb kelgan. Bir odam Huzayfa ibn al-Yamani radhiyallohu anhuning huzuriga kelib, "Onamning qashig'iga kirish uchun ijozat so'rashim kerakmi?" deb so'radi u. "Ha, so'rashing kerak. Agar onangdan ijozat so'ramayla kirsang, o'zing yoqtirmaydigan ishlarni ko'rib qolasan" dedi. Ulug' sahoba Talha ibn Ubaydullah radhiyallohu anhuning o'g'li Tabi'in Musa aytadi. Bir kuni dadam bilan onamning qashig'iga keldim. Dadam kirdi. Menmi keynidan agishib kirdim. Dadam burilibla maydamdan ittirib yerda o'ltirg'izib qo'ydi va "Sen ijozatsizlik kiramsan" dedi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhumaning azodgardisi Nafi aytadi. Ibn Umarning biror balasi balog'atga yetib qolsa, Ibn Umar u balasini o'zining hujrasidan yiroq tutadi. Shuning bilan balasi Ibn Umarning qashig'iga ijozatsiz kirmaydi. Ibn Jurayj Ata ibn Abu Rabahning mundaq deganligini hikoya qiladi. "Men Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan sing'illarimning qashig'iga kirish uchun ulardan ijozat so'rashim kerakmi?" dedim. Ibn Abbas, "Ha" dedi. "Men ular mening uyimda, mening parvishim ostida. Men ularning chiqimini ustimga olib, ularga nafiqa berman. Shu holatdami ulardan ijozat so'ramdiman" dedim Ibn Abbas. "Ajaba sen sing'illaringni yalang'och holatida ko'rib qolishni xohlamsan" dedi. Andan o'sha bu oyatni qiroat qildi. "Va idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'dhinu kama sta'dhana allazina min qablihim." Kichik balalaringlar balog'atga yetganda, ular ilgirkilar, ya'ni cho'nglar kirishda ijozat so'ragandek, uyga kirishda hamma vaqt ijozat so'rasin. Ibn Abbas aytadi: "Allohning ana shu farmoniga binoan ijozat so'rash hamma odamga vojibdir." Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadi-ki, er kishi ota-onasi va qarindosh hamshiralarining yoniga kirish uchun ijozat so'rash kerak. Jabir radhiyallohu anhu aytadi-ki, er kishi o'zining bolasidan, qari bo'lsa-mu onasidan va dadasidan, aka-uka va egichi singillaridan ijozat so'rash kerak. Bu rivoyatlarning ko'pini Imom Buxoriy o'zining Al-Adabul Mufrad adli kitobida keltirgan. Ba'zisini Imom Ibn Kasir o'zining tafsir kitobida yuqorqi oyat-i karimani tafsirlaganda keltirgan. 5. Qarindishingiz, do'stingiz, tonishingiz yoki xohlagan bir kishining ishkini cheksangiz, anglangudekla bo'shroq cheking. Zalim zo'migarlardek qattiq chekmang. Bo'lmaydi ekan, uyidagi odamni qo'rqitib qo'yasiz va adabga daxl yetkazib qo'yasiz. Bir xotun Imom Ahmadning, Alloh undan rozi bo'lg'ay,
uyga bir diniy ish to'g'riliq fatvo so'rash uchun kelib, eshikni azroq qo'pol chekkan ekan, Imom Ahmad chiqib, sizning bu chekishingiz ba'ayni qattiq qo'l chiriklarning chekishiga o'xshab qoldi degan ekan. Al-Adabul Mufradda Imom Buxoriyning rivoyat qilishicha, sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan adab yuzasidan Rasulullohning ishkini tirnoqlari bilan chekatdi. Hujrasi ishikka yaqin kishining ishkini mushundoq siliq, bo'sh chekilishi lozim. Ammo hujrasi ishikka yiroqroq kishining ishkini hujrda turgan kishi anglag'idek tarzda cheksa bo'ladi. Lekin qo'pollik qilishga bo'lmaydi. Yuqorida zikr qilingan qaysi narsada muloyimlik bo'ladi ekan, u narsa go'zallashadi. Qaysi narsada muloyimlik bo'lmaydi ekan, u narsa satlashidi degan hadis sharifdan sirt Rasululloh yana kimki muloyimlikdan mahrum qoladi ekan, butun yaxshilikdan mahrum qoladi degan Muslim rivoyat qilgan. Ishikni bir qatim chekkandan keyin ulab qayta chekivermay bir mahal saqlang. Uy egisi tahorat olayotgan bo'lsa, tahoratini aldirmay olib olsin. Namoz o'qiyotgan bo'lsa, namozini aldirmay o'qib olsin. Tamoq yeyotgan bo'lsa, aldirmay yeb olsin. Ba'zi olimlar 2 qatimliq chekish orasida 4 rakat namoz miqdori saqlash kerakligini aytgan. Chunki uy egisi siz ishik chekishni boshlagan vaqtingizda namozini amdila boshlagan bo'lishi mumkin. Araliq qoldirib 3 qatim chekkandan keyin ishik yanada ochilmasa, agar aldirash bo'lmagan bo'lsa, ishikni ochadi ha degan o'yga kelsangiz, qaytib keting. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam biringlar 3 qatim ijozat so'rasa, ijozat berilmasa qaytib ketsin degan. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Ijozat so'ragan chog'ingizda uyning ichiga qarab salmaslik uchun ishik og'zida divaylab turib olmay, ishikning o'ng yoki so'l tarafida turing. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir kimning ishiki oldiga kelganda ishikning o'dilida turmay, ishikning o'ng yoki so'l tarafida turadi. Abu Davud rivoyat qilgan. 6. Biror qarindishingizning ishkini cheksangiz, ichkaridan kim o degan savol kelsa, o'zingizning tunishlik ismingiz bilan ochiq qilib, men falon edim. Voy mang'o echinga degandek uy ichidagi odam ishik chekkuchining kimligini uqolmaydigan javoblarni bermang. Ovozimni to'niydi-ku deb o'ylab olmang. Chunki ovoz degan ba'zida o'xshashib qoladi. Siz ishikni chekkan uydagi hamma odam sizning ovozingizni to'niydigan yoki farqlantira oladigan bo'lavermaydi. Quloq deganmi ovozlarni farqlantirishda go'yo xatolashib qoladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ishik chekkuchining men deyishini yomon ko'rgan. Chunki u so'z hech narsani ifodalab bera olmaydi. Buxoriy va Muslimlar Jabir radhiyallohu anhudan uning mundaq deganligini rivoyat qilgan. Men payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning uyiga kelib, ishikni chekib edim. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kim o dedi. Men dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu so'zimni yomon ko'rgandek, kim o men degan dedi. Shunga sahoba kiramlar ishik chekkanda kim deyilsa, o'zlarining ismlarini deydi. Buxoriy va Muslim Abu Zar radhiyallohu anhudan uning mundaq deganligini rivoyat qilgan. Bir ketisi talaga chiqib qarsam, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zi yolg'iz meng'otibdi. Shuning bilan menmi aynan yo'riqida mangdim. U zot burilib qarab meni ko'rgandan keyin kimi bu dedi. Men Abu Zar dedim. Buxoriy va Muslim yana Hazrati Alining ochisi va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning tag'asining qizi bo'lgan Ummu Hanifdan uning mundaq deganligini rivoyat qilgan. Men payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yoniga kelsam, u zot yuyinayotgan. Fatima bo'lsa payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga parda tortib turgan ekan. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kimo devdi. Men Ummu Hanifman dedim. 7. Biror qarindishingizni oldin deb qo'ymayli ziyorat qilib kelganingizda, qarindishingiz ziyoratchi qabul qilolmaydiganligi haqida o'zir aytsa, o'zirsini qabul qiling. Chunki o'zi va uyining holini u yoq o'zi yaxshi biladi. Balki shu chaqda sizni kutib olishi afsiz bo'ladigan biror qiyinchiligi bordir. Shundaq vaqtda qarindishingizning zo'riqmasdan sizga o'zir aytish haqqi bor. Ulug' tabiin Qatada ibn Di'ama Sadusi seni uyiga boshlamagan kishilarning ishki oldida turib olma. Sening hojatlaring bo'lsa, ularning o'z halachiligi bordir. O'ziriga ular bakrak loyiqdir degan. Imom Malik hamma odam o'zining o'zirsini deb bera olmaydi deydi. Shunlashqa salaf solihlar birovni ziyorat qilsa, navoda o'zirsi bo'lib qolsa, o'zir aytib olishiga fursat yaratib berish uchun beab bo'lib qolsa avara qilmayli deyishni o'zlariga adab bilishgan edi. Ulug' Alloh taolo muborak kitobida o'sha bu adabning ahamiyatini ta'kidlash, shundaqla sohibxonning o'zir aytish natijasida ba'zi ko'ngillarda saqlanib qoladigan g'omlarni yo'qotish uchun bu adabni ochiq bayon qilgan. Alloh taolo boshqalarning uyiga ijozat so'rab kirishga buyurgandan keyin mundaq degan: Va in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum.
agar ijozat so'rag'aninglardan keyin sizlarga qaytib turinglar deyilsa qaytib ketinglar. Qaytib ketish sizlar uchun eng yaxshidir. Nur surasi 28-oyat. Bu ulug' Qur'oniy adabda ba'zi kishilar mubtalo bo'layotgan bir illatga davo bordir. U shundoq illatki, kishi ko'rishkisi yo'q birisining uyiga mehmonga kelishini xohlamaydi-da, o'zi uyda turibmi, uyda emasdim deb yolg'onchilik qilib qo'ydi. Uning kichik bolalarimi uningdan shu nachar xulqni o'rganadi. Gohida bu qiliq o'ch adovat tug'dirdi. Qur'oni Karim o'z ko'rsatmasi bilan bizni u xatolarga dastlab solishdan yiroq qildi. Chunki Qur'oni Karim Sohibxonning o'z qarindishiga sipoyilik bilan o'zar xalq aytishiga ruxsat qildi va qarindishidanmi uning o'zirsini qabul qilishini talab qildi. Va in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Agar ijozat so'rag'aninglardan keyin sizlarga qaytib turinglar deyilsa, qaytib ketinglar. Qaytib ketish sizlar uchun eng yaxshidir. Nur surasi 28-oyat. 8. Birovning uyiga kirish uchun ijozat so'raganda uy ishiga sapsalish yoki uydagi biror kimning avratlariga qarab qolishdan ko'zingizni saqlang. Chunki bunday qilish ayibdir va gunohdir. Abu Davud va Tabarani Said ibn Ubada radhiyallohu anhudan uning mundaq deganligini rivoyat qilgan. Bir odam kelib payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ishiga oldida kirishga ijozat so'rab ishga o'diltirib edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam chiqib uningga mundaqroq tur dedi. Ya'ni uni ishkining udulidan yiroqlashtirdi va uni ishik og'zida udul turib olmasdan chatirak turishga buyurdi. Andin uningga mundaq dedi: kirishga ijozat so'rash biror avratga qarab salmaslik uchun yo'lga qo'yilgandir. Buxoriy Al-Adabul Mufrad kitobida Savban radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: bir insonning ijozat so'ramaguncha bir uyning ichiga qarishi halol bo'lmaydi. Agar ijozat so'rashdan burun shunday qilsa, uyga ijozatsiz kirgan bo'ladi. Halbuki ijozatsiz kirish haromdir. Yana Imom Buxoriy Al-Adabul Mufradida, shundaqla Imom Abu Davud va Imom Tirmizi o'z sunanlarida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kishi ijozat so'rashdan burun uyga ko'zi kirsa, ko'ziga ruxsat yo'qdir deganligini rivoyat qilgan. Buxoriy yana yuqorqi kitobida Ammar ibn Said Tujibiydan rivoyat qilganki, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu mundaq degan: kimki ijozat berilishdan burun uyning ichiga qaraydi ekan, u fosiqlik qilgan bo'ladi. Buxoriy, Muslim va boshqalarning rivoyat qilishicha, Sahil ibn Said radhiyallohu anhu mundaq degan: bir odam payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hujrasining bir yo'chqadan hujra ichiga qaragan. Shu chaqda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam targ'oq bilan beshini taravotgan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u odamni ko'rib, "Navoda sening qaravotganligini bilgan bo'lsam, targ'oqni ko'zingga tiqayotgan bo'lardim. Boshqalarning avratlariga qarab salmaslik uchun ijozat so'rash yo'lga qo'yildi emasmi?" degan. Qarindishingizning uyiga borsangiz, kirish chiqishda sipoyi bo'ling. Ko'zingizni yig'ib, ovozingizni past qiling. Oyog'ingizni munosib o'ringa ratlik qo'ying. Qaraymaqan tashlab qo'ymang. Oyoq kiyish va silish adablarini unutib qolmang. Kiyganda avval o'ng putga kiysiz, salganda avval so'l putdan solasiz. Sayyidimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu vaqtda mundaq degan: biringlar oyoq kiyganda o'ngdan boshlasin, salganda so'ldan boshlasin. Oyoq kiyganda o'ng put avval bo'lsin, salganda o'ng put oxir bo'lsin. Muslim va boshqalar rivoyat qilgan. O'z uyingizga yoki biror qarindishingizning uyiga kirishdan burun ikki oyog'ingizga qarab o'ting. Agar oyog'ingizga yo'lda biror narsa chaplashib qolgan bo'lsa, uni elib o'ting. Yoki oyog'ingizni yerga surtib o'ting. Chunki islom pokizlik va go'zallik dinidir. Islom odobidan bir dasta. Sajiya Islom tadqiqot markazi.